Hurmatli yoshlar, ukalarimiz va singillarimiz. Har bir shaxs asosiy bilimlarini, ko'nikmalarini nafaqat ustozlar orqali yoki oliy ta'lim muassasalarida, balkim kitob o'qish orqali egallab olish mumkin. Shu nuqtai nazardan ham ingliz tilida kitob o'qiyman, ham o'zbek tilida kitob o'qishga harakat qilaman. O'zbek tilida hozir Pirimqul Qodirov kitoblari 3 yilda shuni o'qishni boshladim. Uni oldin o'qimagan ekanman. Ko'pincha hozir vaqtdan foydalanishda bitta yaxshi yo'liga o'tib olganman. Farzandimni uyquga ketishidan avval birgalikda kitob o'qishga harakat qilaman. Va birgalikda albatta farzandlaringiz bilan o'qiganingizda ularda ham qandaydir bir kitobga bo'lgan munosabatni ham shakllantirar ekan. Sizni ham vaqtingizni ham farzandlaringiz bilan o'tkazishga, ham mazmunli o'tkazishga ta'sir qilar ekan. O'smirlikda ma'lum bir bosqichlardan o'tayotganda har bir shaxs o'zi uchun bir namuna va o'zi uchun tegishli bo'lgan qahramonni qidiradi. Men uchun ta'sirli bo'lgan o'zim o'smirlik davrida o'qigan Mehrobdan Chayon kitobini keltirishim mumkin va albatta u yerdagi Ra'no obrazi ham ilm jihatdan, ham jasorati jihatidan, albatta siz shaxs sifatida bir hayotga kirib borayotganingizda kitob o'qiganingizda o'sha obrazlar bilan birgalikda shakllanishingiz, ularda o'zingizni qaysidir bir jihatlaringizni ko'rishingiz va ularda siz bosayotgan qadamda yangi bir qirralarni ochishingiz mumkin. Ra'no obrazi o'zbek qizlarini timsoli sifatida o'zgacha namuna bo'lib xizmat qilgan. Ham professionallik nuqtai nazaridan sohaviy kitoblarni, ham motivatsion kitoblar, hayotiy voqelikdan kelib chiqqan kitoblar, falsafiy qarashlarni ham shakllantiradigan kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman. Chunki albatta bu bizni inson sifatida shakllanishimizga, ma'lum bir qadriyatlarimizni yana ham bir hozirgi kunga monand ravishda rivojlantirishga va yangi g'oyalar va fikrlash doirasini kengaytirishga xizmat qiladi. Soha nuqtai nazaridan oddiy bir ijtimoiy hayotdagi bo'lgan yurish-turish va munosabatlarni shakllantirishda juda ham bir ta'sir qiladi deb o'ylayman.